Bu yo'l Qarshini hamma biladigan Islom Karimov ko'chasi, ya'ni ko'cha tilida birni yo'li deyiladi. Birni yo'lini ustida sizlarga 4 qavatli domda 2-qavatida joylashgan 91 kvadratli kattakon mana shunday xonasi bor uyimiz sotuvga chiqyapti. 2 xonali uyimiz sotuvda. Bu asosiy eshigimiz. Pirxoshkasining kengligiga bittagina baho berasizlar. Bu tarafdagi xonasini ko'rsatdim, sanazorlar alohida. Bu tarafda ikkinchi xonamiz, oshxonamiz va balkonimiz juda ham kattakon. Endi to'liqroq tushuntiramiz. Bu yerda hojatxonamiz. Kengligiga bittagina baho berasizlar. Hammasi katta qilingan ekan. Ko'rishlar mumkin. Bu tarafda suvga svetda muammo yo'q. Arslonlarni ko'rsatdim. Bu yerda svet yo'qligi uchun ikkinchi xonamizni shundoqqina o'tagini tomosha qilarasizlar. Endi oshxonasini ko'rsataman. Asl oshxonasi mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Aslida bu yerda ham bitta xona sifatida foydalansalaring bo'ladi. 3 metrga bu tarafi kamida 5 metr chiqadi. Bunisi esa balkon. Balkonimiz 3,5 metrga 6 metrli. Bunaqa balkonni ko'rganlar bo'lsa, bemalol like bosib ketsalaring bo'ladi. Narxi keladigan narxini 58,5 ming dollar deyishmoqda egalari. Savdosi bor, kelib savdo qilib bosib yorsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatdan yuzlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying.